Men seni topaman va o'ldiraman. Qisaylu. Sen nima, qandaydir tush ko'rdingmi? Venetim ismli bir ozg'in odam mendan seni uyg'otishimni so'ragan edi. Minnatdorchilik bildir va meni maqta. Unga hozir yetib borishimni ayt. Yo'q, bunday qilmayman. Men ketishim bilan sen uyquga qaytishni niyat qilgansan. Ha. Xo'y, seni rostgo'yliging maqtovga sazovor, lekin xatti-harakatlaring unday emas. Sababini ayt. Nimani sababini? Nega hali ham bu yerdasan? Ular senga aytdi, to'g'rimi? Ha. Ularning aytishicha, qahramon jazosi eng og'ir jinoyatlar uchun belgilangan. Ular menga seni o'tmishing haqida ham aytib berishdi. Unda nima uchun? Meni ritsarim, senda sabab bo'lgan, shunday emasmi? Meni sababim muhim emas. Men Ma'budani o'ldirganman. Eng asosiysi shu. Shartnoma Ma'budaning o'limi yoki o'zaro rozilik bilan bekor qilinishi mumkin. Shunday ekan, shunchaki. Bunday qilmayman. Nima? Men seni o'zimni ritsarim deb atadim. Qisaylo, uyg'ondingmi? Bu yerda hamma narsa muammoli. Venetim, baqirishni bas qil. Seni o'ldiraman. Senda imkoniyati bo'lmaslikdan oldin o'lib qolamanmi deb o'ylayman. Ko'rinishidan keyingi vazifamiz boshlandi. Rostdanmi? Axir biz bir martalik qahramonlarmiz. Shunday bo'lsa-da, men o'lishni xohlamayman. Shuning uchun tafsilotlarni muhokama qilish uchun kela olasanmi? Itvachcha. Meni ritsarim. Biz ketishimiz kerak, meni kuchim kerak, shunday emasmi? Ularni mahkam ushla. Qo'y, bu yerda nima bo'lyapti? Bu